gülünün bergidin Hoş burağı öksümesin ha Koyaş söygen gülünün bergidin Hoş burağı öksümesin ha Şuna bəxət kilər əzəldir Koyaş təkillik aynidir Şuna bakıp kiler azaldı Bu yaştaki mutaylıdır Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzentliğe Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzentliğe Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Ailedin taralgan mihir Yurtudu alem kütkün Aileden taralgan mehir Yortudu alem tütkün Ata kılsa söygüge təqdim Sadaqatke tolgan bir kümür Ata kılsa sügüge takdır Sadakatke kullan bir kemer Yaman bulsun demez sanılar Fakat kıyar perzentliğe Yaman bulsun demez sanılar Fakat kıyar perzentliğe Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Undaqo demedim Ama Menin hakkımın işsinden çıkıp kalmışsın Uyey, unutup kalamdıgan. Çayan degen lakablarını. Oğumda turmak, şimdi mi isimdi badisler? Undaq olsa yaxşı Ama ahiri çayanның çışı digip koyup Onu aldığanlarını sak koymaydıganlığı İsa'nın götürülüp kalmışsın Yimda qoqtisa, adamni yevetmeydigansa? Ukam, ishli qilib deydiganning hammani dedim. Bilsa, to'y degan turmushning halqiliq bir qadami. Bu qadam yaxshi tashlanmasa, azob oqibatning hammasi oldinga yupurilib keldi. Qarindishim, sening qaytadan bir qaror chiqarishingni umid qilaman. Maaşınla aka. Ondan da ansırmışsın. Sen de en ansıravatkanı. Deli şu apam.
Va, Ha? Oğlum. mening sana bir gapim bor. Ha? Qani, o'ltirib da. Ha. Degene? Mening to'y qilishimga qo'shilgansan, da. Qo'shilmam degan o'g'lim. Lekin mening topgan loyiqim shu opamga Nemishqa? sonimning gapiga ishinib nanadan gumonlanadi. Kimdan? Shu uydagilar nana deb akiltib qo'yibdi, o'zining ismi Nadira. Nadira deb bir chiroyli qismi bo'lsa, nima deb Nana deb o'zgartib olgandi? Ha? Boya opam singlimning gapiga ishinib Nadiradan gumonlanib qopti deysan. Men hech tushunamadim. Apa mangdama? Biraz saatlik qaytib kelaman. Ha, oshqishingni olgansan? Ha, opdimi. Sen bir yere chiqsan chiqayva? Ha, ma'qul. Ma'qul. Ha, ma'qul. Vay. Nemishqa bunda vaqtda telefon bersa? Voy, dedim-ku muyum ish bo'lsa o'zim aloqalashman deb. Yilimi akam yo'q bo'lib qoldi. Bo'lmasa meni balog'i tiqatdi. Nemishqa balog'i qoldi? Ha? Akamı qizlar bilan so'zlashgan bo'g'iydi, nana. Ha? Akam bilan so'zlashgan qizlarning hammasi balog'i qolibdimi? Voy, akamning mijozini sen bilmaysan. U bek gumonxo'r. Meni bek qattiq tutadi. Uningdan bek qo'rqayman. Bo'ldi, mishagicha paranglashaylik. Akamning kelgan vaqtimi bo'lib qoldi. Xo'sh. Doğrunuzla işkensiz. Ha, içtim. Köngül degen sarang dep, bek rast etdiken. Ütekteşip bu bala aşta bir qızvaldım yaxşı görüp qalamda deyme. Oğlunuzun xili közü varken. Bunda chiroyli kelinni nereden tapsiz? Vallahi yarıgan denkilla bol demasmiz. Devatkan gepingizni qarang. Ya salam saatining tayini yo'q. O qizvalning sizga zodi ne yarımıdı? Sizning yurkingiz ojiz deb ba'zan gaplarni deyanmidik. Bana demagan shu maxfiy gapni deb yiqma, Zahra. O qiz yana birsi bilan yurib etibdi. Qo'yinglar bu gapinglarni. Bir qizni savoqdash bilan tamoqda birga bo'pti debmi? Yomon ko'rdigan ish bo'lamdi. Bir qizvalni nurg'un yigit yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rgan bilan jugan o'xshamaydiganda Shavkat. Meningmi, sizningmi, bolalarningmi ko'nglini faqat ranjitkim yo'q. Lekin Eldar yaxshiroq bir qizni tepib to'y qilib olsa, bizningmi ko'nglimiz o'rniga tushaveradi. Tarbiya berish, yetaklash majburiyatimiz bor Zahra. Nanami bir oilaning orzuli qizi. Teshib qarabla. Bu qizni oq yoki qora desak, qanday bo'ladi? Balam Makkada. Mening qishimda o'tag'ini Makka. Balam. Sen menden xap olma.
Mening sizlardan boshqa hech nimam yo'q bolam. Bizning dadam chiqqanlardan boshqa nimamiz bor, opa. Ko'nglim uchasam bo'ladi, opa. Men aytgan dadam bilan so'zlashdim. O'ylab baqsam, dadamning gaplari to'g'ri ekan. Sening to'yingni akangninkidan obdan qilib bermiz bolam. Xotirjam bo'l. Nima dedi? Sen qo'shildingmi, opa? Akam aş aldamchi bilan to'y qilmasa, sizlar rozi bo'ldinglarmi? Unda dema bolam. Dadangni akangni xafa qilmayli, jinim bolam. Dadamning oq ko'ngilligidan, yavaşligidan, soddaligidan foydalanib uni bo'ysundirdilar bu yilgar tulka. Qara bolam, savoqdishi bilan tamoq chiqqan unchilar qilib ketmayli. Savoqdishing kim uning savoqdishiga yolg'on opa. Bu gaplarning hammasi yolg'on. G'unchamning aksi uning savoqdishi emas. O Eldar akam o'xshash nana diye bu aldamchining qapqiniq dasab yurganning birsi. Undaq emas o'xshaydi bolam. Eldar akam hammani aniqlabdi. Nana G'unchamning aksi bilan boshlang'ich maktabda birga o'qigan savoqdashken. Akamning ko'zi to'rishib qopti opa. Hozir uning rost gap qilsaqmi qulqiga mush urgandek anglandiki. U hozir nanaga cho'lpalaga mastan bo'lgandek mastan bo'pti opa. Uydatimiz yo'q-da. Bozorga chiqib ketgan. Yana chiqishmi? Va, qanday deysiz? Unda qiz kiyimingizni tez almashtiring. Nega bormiz? Bizning uyga. Dadam bilan so'zlashdim, nana. Dadam sizdan ko'rishdigan bo'ldi. Lekin dadamning oldida adabli kerak bo'ling. Jazman yaxshi ta'sir qoldiring. Voyda adab bo'lsangiz hech nimamiz ketmaydi. Agar dadamni ranjitib qo'ysak, texnik ko'p orchiqlar yo'limiz tushundingizmi? Jinim bolam, akangni ayblavermagin. Kim biladi? Nana degan qizning deganlar rasmi texi. Uni texi yerim oyning oldidan G'unchamning aksidan to'y qilganligini o'z qulqim bilan anglagan tursam opa. Men qara bolam. G'uncam degan savoqdashingning hamma gapiga unchalar ishinib ketmayli. Bo'pti opa. Nanan aqtisanglar deveringlar. Lekin keyin pushaymon oldigan qash topamay qolmanglar. Mening bu sizlarga kuchim yetmaydi opa. Lekin men bu to'yga qat'iy qo'shilmayman. Akamni qarab turib o'tqishtirishni xohlamayman opa. Dadamning salomatligini demisam, bu nana degan aldamchining chavusini chitqi yog'an bo'latdim. Bo'ldi, men mani yotdim. Bilmar yaqina. Ashxonada qach yuvotdi. Kela bolam, o'tiring, uzum yegina. Mana shu yengan chaqira. Yenge? Sizni chaqiryapti. Mana hozir chiqay. Bo'ldi xon, bugungi mashq mishagichi bo'lsin. Ams uyingizga qaytib, darslaringizga yaxshi qarang, ha?哎，美拉，你从哪找到这位姑娘呀？跳舞跳得这么好。李娜，我真没想到，兴趣是很奇妙的。你看她这么小的年龄，还这么刻苦的练，所以她跳舞就跟专业舞者一样。就是，像你这样善于发现天才的老师，当然可以培养出这么优秀的舞蹈演员呀。不过还是因为有你这样的优秀的培养，所以呢，她跳舞才能让人那么羡慕。哎呀，不是啊。这位小姑娘啊，她本身就具备一种天生的舞蹈天赋，还对舞蹈有着强烈的兴趣爱好。
那如果说对舞蹈有天赋的话，就应该从小培养，要不然就毁了他的前程了。对，所以我们应该呵护和培养像他这种有天赋的希望之花。对对是。 Yengiz chiniqqa yuvassa, hijilimi o'zimga o'ltog'ini qarmamsan bu beg'razdan. Xotining chiniqqa yuvsa, sen nimachi chichangishib ketding, ha? O'chi o'z yuyman dedi. Biz bo'yindan bog'lab akirib qo'yimdik oshxonaga. Qara da'vatgan gapon opa. Men Gulparani chiniqqa yug'izibsa deb sendan og'inayotgandim-a. Kelin boya desang qochiysan bo'lamdi. Ammo qaydiqmaydigan beg'raz qizingni ranjatmay uqdingmi? Desler zərəni sancıp da durdu kənsi yalğız sağlığına. Vay sen onu qaçamı bir yaxşı dep bakandın, ha? Böyle ağız çıraylık gipin yok. Öyge kira kirmeyle sorak tatqının tatqan. Onun muçu qara, ma öyde 3-4 günlük vaqti qaldı. Əyət öygün izlisam tapanmaysan. Şu çağda pişman qamağını mən bir görey senin. Onda deme apa. Sen kəskəməz çapayıp yürüp, bu qızam muşta yamağa yutub qoydu. Oylap bak. Özünü bilip ya öy tazıyanmasa, ya bir için ısık tamak itemese, yaltık bolsun toydayken qaydısı gerekti o kız balığa. Bunda edepsizlik kılıverse, bağa yerde tumuşqıga yeydiğen gap şu. Ma bağır taşının davatkan gipi ne? Hey, tumuşqıga is hoş olup giderse. Mağcıgı, bolmasa tumuşqıga saldıqalını aldığa bir bire. Ha onda demedim apa. Sen neymiş ki davamlıq benim gaplarımı doğru düşenmeysen. Ben mi sana oxşaş, nananı bəxtlik bolsun deyme. Şimdi onun başına axır eğirtilep koyup gevatım ben qoğan. Sen çok qara, nanan başqırman deyicə aldı özəğini bir başqır ola. Acaba benim nananı yaxşı bolsun, qaydısun, ügelsin degenlerim günahım mı? Sen onu qaçan yaxşı dep baxdın, ha? Ha, desle ayırın igiz, mayırın pəstə, dılıq azar, bəginin bəgin. Apa, çiçilip kapsız go. Yerinizden bir sorun ha onu. Aram bir kelgende, apamdan dılık azarıp bämsiz bulmamdı näbi. Çıraylık kelgenken, çıraylık kelsek bulmamdı. Çiçilmana apa, hop bulmana. Çay içeceğim. Bildim adaş, çok kumbar be. Ha, makul. Ne canım? Nana. Ay, İldar, bugün tağınızın yılqı dağlıq şirketiga berip keleyliçi. Ne, çatayı? Dünyana acıdık apırıp gelindi sizmen teyyacınım. Acaba bu şirket bağınızga qaptı o? Qiziqkansiz. Xalqaro savdo şirketi degan tilla to'kilib turgan daraxt tursa, uning yoniga kimning bag'isi yo'q deysiz? Tilla to'kilib turgan xosiyatli daraxtga yiqiroq turganimiz yaxshidir xo'jam. Artıq dünya başını yarmaydı. Lekin mening kalamni sizdan boshqa hech nima yo'q nana. Siz yinimni bo'lsangizlar, zag'ri yesammi, qaynoq suv ichsammi, to'zra suraverma. Bunda demang bankir. Bankida ishlayotgan odamning qo'lisida muhabbatdan boshqa hech nima yo'q desa. Odamning ishongisi mukammaydi ekan. Ishonsangiz, shurgini yerib beraymi ya? Bo'ldi, yurgingizni ko'may. Tağınızın şirketini al görey. Bulamdı? Buldu. Sizni apırıp keley. Kechiring aka, sizin ko'p vaqtingizni olib qo'ydim. Endi qanchalik vaqt saqlaymiz singlim? Xotirjam bo'ling aka. Bir kunlik kirimingizni biraqli beraman. Nana.
Ben senin maqsadingga hargiz yetkazmayman. Meni tushasizlar. Oy suyuq yigitingizdan ayrilib keting. Farzandinin sangan otidan kavat bular boli yüreği. Farzandinin sangan otidan kavat bular boli yüreği. Nesidir